Mana yana bugun sizlarga qiziqarli voqealardan bittasi bo'ladi. Bu Ravshan akam sizlarga traditsionniy atmosferniy kotel bilan kondensatsionniy farqi nimada nima uchun hozirgi kunda hamma kondensatsionniy kotelni tanlaganini ozgina bo'lsa ham informatsiya beradi. Lekin yaxshilab quloq solaring, buni tagida juda ham nozik narsalar ko'p. Bundan buyog'iga gazlar oshyapti, energiya oshyapti. Mana shu narsaga bora hamma o'tib ketadi. Mana Xudo xohlasa, mana bu yerda hozir magazinda turibmiz, Kashlyuksda. Bu traditsionniy atmosferniy kotel bilan kondensatsionniy kotelimiz turibdi. Aka, hozir traditsionniy bilan kondensatsionniy kotelni farqiga ozgina izoh bera olasiz? Любой kotel bo'lgandan qat'iy nazar. O'zimizning kotellarimiz traditsionniy va kondensatsionniy kotellar maksimal quvvati albatta bir xil bo'ladi. Lekin bizani ishlash jarayonida, ayniqsa O'zbekiston sharoitida, ular paytida kondensatsionniy kotel ishlatish maqsadga muvofiq. Chunki traditsion kotelimiz ma'lum quvvatdan keyin o'chishga majbur bo'ladi. Masalan, 32 kilovatlik kotel olsak, kondensatsionniy kotelni uni minimal quvvati 3-4 kilovat atrofida bo'ladi. Значит, siz aytmoqchisiz, hozir bu 35 talik bo'lsa ham minimum modulyatsiya 3 kilovat. Bu zo'rda, traditsionniy 24 dagi qancha bo'ladi o'shanda? 24 dagi eng zo'r kotellarniki 8 kilovat bo'ladi. Eng мощный такой европейский, umuman olganda 9-10 kilovat. Bu juda katta quvvat. Ayniqsa kun isigan paytda taktovaniya bo'ladi. Da, mana shu narsadan qochish kerak. Sistemani birinchidan sizga komfort bermaydi. Ikkinchidan kotel tez ishdan chiqadi, gaz sarfi yaxshi bo'lmaydi, ko'payadi. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana hozir hamma bizni quloq solib borib sразу kondensatsionniy kotelni sotib olsa-da, ertaga sen shunday deyording-ku, men nimaga ekonom qilmayapman degan joyiga ham bir izoh kiritib keting-da aka. Bo'lmasa ertaga meni tinch qo'ymasdan uyimga kelib olmasin. Sen aytding, men sotib oldim, endi o'xshamayapti deb. Sal bo'lsa ham o'ziga tushuntirib yuboring. Biz hammaga aytamiz, gazni kam sarfida kotel bir qismini rol o'ynaydi faqat. Qolgan qismi bu nasoslarimiz va radiatorlarga yoki teplый polga qo'ygan zaporniy armaturamiz. Agar shular hammasi to'g'ri qo'yilsa, gaz sarfi eng minimal bo'ladi. Lekin siz to'g'ridan-to'g'ri kondensatsionniy kotelni qo'ysangiz ham gaz sarfi kam bo'ladi, lekin juda katta bir anaqaga kutish kerak emas-da, chunki sistemani boshqa qismlarini ham shunga mos qo'yish kerak. Hozir men aytmoqchi bo'lganim, hozir siz mana shu kotel haqida gapiryapsiz. Men buni olib eski sistemamda qo'ysam, где-то ma'lum bir darajada foiz pasayishi mumkin. Lekin siz kutgan natijalar bo'lmasligi mumkin. Sababi noto'g'ri batareya tanlash, sistema, termostatika, ko'mir termostatlar qo'yilmagan bo'ladi. Bo'ldi. Bu juda ham zo'r informatsiya bo'lyapti. Lekin traditsionniy kotel ham bunday olib qaraganingizda to'g'ri qilsa, baribir bunga raznica beradi, например, proyekt bilan qilinsa ham. Agar masalan ikkita bir xil sistema olib, hammasi ideal qo'yilgan bo'lib, bittasi traditsionniy kotel, bittasi kondensatsionniy kotel bo'lsa, ikkalovi ham to'g'ri ishlaydi, lekin kondensatsionniy kotelda baribir gaz sarfi 10-15% kam bo'ladi. Bu hozir bunday olib qaraganimizda bitta sezonda bu traditsionniy kotel bilan kondensatsionniy kotelni farqi 15% ham juda ham ko'p bo'ladi. Bizda endi 3 oy bo'ladi-da tuda-suda переменный. -15 gradusda bunga o'xshab maksimalkaga chiqa oladimi bu yo chiqa olmaydimi yo turaveradimi shunday? Nima deb o'ylaysiz? Kondensatsionniy kotelda yana bitta katta plus tomoni bor, uni KPDsi baland. Foydali ish koeffitsiyenti. Ya'ni gaz past paytida u masalan 50 gradus bersa, traditsionniy kotel o'chmasligi mumkin, lekin 30 gradusdan oshira olmaydi. Biz o'sha issuni ola olmaymiz. Kondensatsionniy kotel o'sha issuni bera oladi. Bu faqat gaz juda kam paytda yaxshi bilinadi. Mana yana bitta savol beradi ko'plari, kondensatsionniy kotel gaz past joyda ham ishlaydi, o'zining nasosi bor deydi. Siz shu narsaga nima deb aytasiz? Yo'q, traditsionniy kotelga nisbatan past gazda ishlay oladi. Hech qanaqa nasosi yo'q, uni hech qanaqa so'rib oladigan joyi yo'q. Ventilyator bo'lgani uchun bu gaz bilan havoni qo'shib turib, xuddi injektorga o'xshab, garelkaga berganda optimal yonish hisobiga ishlaydi. Sizga katta rahmat. Hozir biz aytayotgan narsamiz bu bытовой segment haqida ketdi gapimiz. Hozir biz ham o'zimiz ustamiz. Bulardan mana bu 100 kilovatlik Buderis kotellarni qo'yganmiz. Bugungi kunda plyusga chiqqan egalari Ravshan akamning maslahati bo'yicha. Lekin yana bir marta qaytaradi akam ham, men ham qilayotganda
proyekt bilan ish tutsalaring juda ham katta bir ma'qul bo'ladigan tarafiga o'tish uchun bu narsani proyekt qilish shart. To'g'rimi aka? Nima dedingiz o'zingiz? Предварительный hisob kitob, kotyolni to'g'ri tanlash, Tiplopateriya. tiplopateriyasini tanlash, to'g'ri uskunani tanlash, ya'ni batareya, теплый pol, покрытиеga qarab, oynalarga qarab, regionga qarab, u yerdagi inshootni nimaga mo'ljallanganiga qarab, poliklinikami, gostinitsami, xonadonmi, hammasi hisobga olgan holda hisoblansa, optimal darajada bo'ladi issiqlik, optimal darajada sarf xarajat va optimal darajada uskunaga bo'lgan sarf xarajat ham ko'p bo'lmaydi. Hozir endi yana bitta sizga savol beraman. Mana bugungi kunda sizlarni kompaniyalaring Cashlux nechta brend bilan ishlayapti? Sizlarga qanday qilib обращаться qilsa bo'ladi, чтобы sizlardan narsani olish uchun? Kotyollar sohasida bizda asosan Visma va Buderis kotyollar bilan ishlanadi. Undan tashqari kamroq miqdorda Emergas va Gassero bor. Lekin asosiysi bizda Buderis bilan Visma bor. Bular bытовой segmentda ham, промышленный segmentda ham kotyollarimiz bor.